Homilador bo'lishlik uchun eng yaxshi pozalar. Bu haqida juda ko'plab videolar bor. Ayol kishi pastda bo'lishi kerak, ayol kishi tepada bo'lishi kerak, missionerskiya poza va hokazolar. Lekin do'stlar, haqiqatga qaraydigan bo'lsak, agarda ilmiy dalillarni ko'radigan bo'lsak va ilmiy ishlarni qarasak, bularning hech qanday ma'nosi yo'q. Qanaqa pozada bo'lishidan qat'iy nazar. Qaysi ilmga asoslangan yordam beradigan holatlar bor. Agarda siz 6 oy davomida to'g'ri ovqatlansangiz, ko'proq oqsil iste'mol qilsangiz, ko'proq antioksidantlar, vitaminlarga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilsangiz, nur ustiga alolar. Ikkinchisi, ichish, chekish, yomon odatlarni to'liq ratsioningizdan chiqarib tashlashligingiz, yaxshi uxlashligingiz kerak bo'ladi. Va uchinchisi, iloji boricha mental sog'ligingizda, ya'ni bu haqida o'ylamaslikda, homilador bo'larmi, bo'lmaydimi deb bu narsaga e'tiboringizni juda qattiq qaratmasdan yursangiz va bu narsani lazzat olish uchun jinsiy aloqa bo'lsangiz, homiladorlik bo'lish holati yaxshiroq bo'ladi. Chunki siz qaysi pozada bo'lishingizdan qat'iy nazar spermatozoidlar o'zini manziliga o'zi yetib oladi. Qolgan holatlar esa bularning hammasi prosmotrlar va layklar uchun qilingan videolardan boshqa narsa emas. Ilm-fan tarafdan siz qaysi pozadan bo'lishingizdan qat'iy nazar sevilsangiz, sevgi muhabbatda va yaxshi holatda bo'lsangiz, homiladorlik holati kelib chiqadi.